Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz, bola? Doktor. Voy, bor ekanlar, 5 dona. Qanaqa doktor bo'lasiz? Bosh shifokor. Bosh shifokormi? Bosh shifokor bo'ling, davolovchi shifokor bo'ling. Nima ishlayapti? Shkola bu paytga shu ish o'qib qo'yadi kechasi. Araga bir yo'qolib ketdi, bir 2 oylar yo'qolib ketdi, 2 oy, 3 oylar yo'qolib ketdi. Yana bir araga yana boshlab qoldi, shunday bo'lib qoldi. Kechasi, yarim kechasi turg'izib borib bir peshob qo'dirsaga, yo'q, yaxshi yo'qadi yana. Buning uchun yarim kechasi bir turg'izish kerak. Yozda yaxshi yurib, yo'q, yozga ham bu paytga nima qilib qo'yadi. Bunga shu yoshligiga adenoid o'ldirib ketdi. Kichkina adenoid o'ldirib ketdi. O'rnitlik mana shunday mayda rabiasi chiqadi. Shunga salqin deb o'zimizcha nima qildik. mana shu yerda bor. Qizimiz olib boradi. Belini emsa ketib, boshini egib qildirib, nima qiladi. Doktor bo'laman.